Bechara kambag'al oila bilan sodir bo'lgan mo'jiza. Insoniyat borki, mo'jiza kutib yashaydi. Kelinglar, hozir sizlarga bir mo'jizani o'qib eshittirsam. Buning uchun bor yo'g'i video ostidagi like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni unutmang. Zero yaxshilikni tarqatgan uni qilgan bilan barobardir. Barchangizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Bo'lgan voqea: xufton namozini o'qib ayolining oldiga kirdi va o'sha payt farzandlari uxlab yotgan edi. Shunda ayolidan so'radi: "Bolalar namoz o'qishdimi?" "Yo'q, uyda biror yegulik narsa qolmagan. Ozgina ovutay desam namoz o'qimay uxlab qolishdi", dedi ayoli. Shunda eri: "Uyg'ot, namozlarini o'qib olishsin", dedi. Ayoli esa: "Begim, uyg'otsam ochlikdan yig'lashadi. Yegani biror narsa yo'q axir." Eri: "Menga ularni namozga buyurishim amr etilgan. Rizqlariga kafil emasman. Uyg'ot, rizqlari Allohning zimmasida. Buni o'zi aytgan. Ahlingni namozga amr et va o'zing ularga sabr qil. Biz sendan rizq so'ramasmiz, biz senga rizq berurmiz. Oqibat taqvonikidir." Taho surasi 132-oyat. Ayoli tushunib farzandlarini uyg'otdi va ular namozlarini o'qib bo'lishgan edi hamki eshik taqilladi. Qarashsa ostonada bir badavlat odam qo'lida anvoyi ne'matlar ko'tarib turibdi. "Mana bularni olib oila ahlingiz bilan yesangiz", deb qo'lidagilarini uzatdi. "Uzr, siz kimsiz va bular nima?" deb so'radi uy egasi. "Uyimga shaharning baobro bir kishisi kelgan edi. Bu yeguliklarni u uchun hozirlagan edim, lekin taomni boshlashdan oldin u bilan tortishib qoldik. Keyin u hech narsa yemaslikka qasam ichib chiqib ketdi. Men bularni qo'llarimga oldimda kimning eshigi oldida to'xtasam o'shanga beraman", dedim. Alloh nomiga qasamki, ko'p uylardan o'tib sizning ostonangizda to'xtab qoldim. Qasam ichaman, bu yerga qanday kelganimni ham bilmayman", dedi. "Ey Robbim, meni va zurriyotlarimni namozini to'kis ado etadiganlardan qilgin. Ey Robbimiz, duoni qabul etgin." Ibrohim surasi 40-oyat. Hurmatli tomoshabinlar, mana yana bir ibratli hikoyani e'tiboringizga havola etdik. Uni tinglab o'zingizga qandaydir ibrat olgan bo'lsangiz, juda ham xursandmiz. Va ushbu ibratli video boshqalarga ham yetib borishligi uchun albatta like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni unutmang. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling, xayr salomat bo'ling.